Tapishni boshladik. Kerakli kelgan joyimizdan davom etamiz. Demak, bu o'sha PDFda amaliy ish. Ana endi e, shart emasdir, manimcha sizlar kirib modul sistemaga login parol terib kirib qandoq qilib u yuklanadi bu narsani endi nima deydi bilishinglar bilsanglar kerak. Shu paytgacha biror narsa yuklagan bo'lishinglar kerak. Ho'p, buni o'chirib tashlayman. Kerak emas menga ham. Word'dagini ham chiqib ketaman. Bundan ham kerak emas. Ho'p. Xohlashda ham tark etamiz. Bu ham bizga kerak emas. Xo'p, demak bugun sizlar bilan C++ dasturlashtiriladi. While hamda do while sikl operatorlarini tanishamiz. Demak, o'zi sikl operatorlarimiz jami 3 ta edi. Ana shulardan birinchisi for haqida gaplashdik. For haqida sizlar bilan ancha bir 3 ta darsga yaqin suhbatlashdik va bugungi darsimizda sizlar bilan while hamda do while sikl operatorlari haqida batafsil o'rganamiz. Xo'p, keling bitta misol aytish orqali bu narsani tushunib olaylik. Misol uchun birdan 10gacha bo'lgan sonlarni chiqaruvchi dastur tuzamiz. I qilamiz. Uni for orqali amalga oshiradi. For i teng birdan i kichkina yoki teng 10gacha i plus plus demak cout i endi dastur ishlatib ko'raylik nima natija chiqarkin. Qolsa yopmoqman. Xo'p, demak mana birdan 10gacha bo'lgan sonlar chiqdi. Dasturimiz ishlabdi. Bu narsa forda amalga oshirildi. For bilamiz 3 qismdan iborat. Birinchisi start qismi, ya'ni shu joydan boshlanadi. Keyingisi finish qismi shu joygacha davom etadi va oxirgisi qadamlar qanchalik qadamlar bilan amalga oshiriladi. Bu narsani for'da o'rganganda yaxshi tushundik. Ana endi while'da xuddi shu masala while'da ishlashgan bo'ladi. Bu sikl operatorlari bo'lishi mumkin. For, while yoki do while uchalasi ham bir xil vazifa bajaradi. Faqat 3 xil usulda ishlaydi. Ya'ni bitta maqsad A joydan B joyga borish bo'ladigan bo'lsa, mashina orqali bu uchtasi 3 xil rusumli mashina bo'lishi mumkin. Gentra, Cobalt, или Malibu. Shu uchta Malibu, uchta mashina bo'ldi. Lekin uchalasining ham maqsadi bitta, sizni A joydan B joyga olib borish. Ya'ni uchalasi har xil usul bilan boradi. Biz ham xuddi shunaqa. Ya'ni bitta masalan xohlasangiz siz for bilan yeching, xohlasangiz while bilan yeching, xohlasangiz do while bilan yeching. Bu narsani ahamiyati yo'q. Xohlagan usulda yechish mumkin. Kimdir for unga qulay tuyuladi, for bilan yechadi. Kimgadir while yoqadi, kimdir while dan yaxshi foydalanadi. Xo'p, demak hozirgi misolimiz, ya'ni birdan 10gacha bo'lgan sonlarni chiqaruvchi dasturda while bilan boshlaymiz. Demak, i nechidan boshlansin? Birdan boshlansin. While i kichik yoki teng 10gacha Scout i'ni ekranga chiqar hamda i plus plus qilib dasturimizni ishlatib ko'ramiz. Mana birdan 10gacha bo'lgan sonlar ekranga chiqdi. Xo'p, bunda dastlab nechidan boshlanishini alohida tashqari yozib olamiz. While while ham xuddi if ga o'xshaydi. If dan bitta farqi bo'ladi. If bir marta ishlaydi. Misol uchun ifda biron bir shartni tekshirmoqchi bo'lsanglar, u bir marta tekshiradi, bo'ldi, shu bilan to'xtaydi. Ya'ni davom etmaydi, qayta-qayta ishlamaydi. While qayta-qayta tekshirib beradi. I 10dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, ishlaydi, ekranga i ni qiymatini chiqaradi va i bittaga qiymat ortadi. Demak, bir boshladik. I birga teng. Tekshiradi. Bir 10dan kichkinami? Ha, bir 10dan kichkina bo'lgancha mana shu qismi ishlaydi. Ya'ni bu sikl tanasi deyiladi. Sikl tanasi ishlashni boshladi. Ya'ni ekranga bir chiqdi va birga bir qo'shildi. 2 bo'ldi ya, tekshiradi. 2 10dan kichkinami? Ha, 2 10dan kichkina. Ekranga 2 soni chiqadi va 2ga 1 qo'shilganda inkrement amali ishlab ketadi. 3 bo'ladi. 3 o'ndan kichkinami? Ha, 3 o'ndan kichkina. Ekranga 3 soni chiqadi hamda 3 ga 1 qo'shiladi. 4 bo'ladi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bo'ladi oxiri. 10 o'ndan kichkina va tengga ham boradi. Teng bo'lgani uchun ham ishlaydi. Ekranga 10 soni chiqadi va 10 ga 1 qo'shadi, 11 bo'ladi.
Bu ham tekshiradi. 11 o'ndan kichkinami? Yo'q. 11 o'ndan kichkina emas. 11 o'ndan katta. Shu joyda while to'xtaydi. Endi shuni men for deb yozib beray. For i teng birdan i kichkina yoki teng 10gacha i plus plus demak Cout i tepadagi bu kod bilan pastdagi bu kod ikkalasi bir xil vazifa bajaradi. Bu for'da yozilgan varianti, bu while'da yozilgan varianti. Xo'p, e'tibor bersanglar, for xuddi bir e, qanaqadir komplekt narsaga o'xshaydi. Hamma narsasi o'zini ichida, hamma narsa jamlangan ko'rinishdagi operator. E, va while'da hamma narsasi yoyilgan, hamma narsasi sochilib tashlangan. Ya'ni nechidan boshlanishi start alohida tashqari yoziladi. Qovus ichida, ya'ni shart yoziladi buni ichida, endi oxirgi tochka demaymizki, bu shart bo'ladi. Shart yoziladi hamda bu joyda nima ishlar bajarilishi va oxirida demak o'sha nima deydi, qadamlar soni keltirilgan bo'ladi. Hop, masala yechamiz bunga oid. Hop, demak masala bo'lishi mumkin. Birdan 10gacha bo'lgan sonlarni chiqardik. Mana birdan 70gacha bo'lgan tog' sonlarni ekranga chiqardik. Demak, boshladik. Tog' sonlar. Demak, int i teng birdan 70gacha dedi. While i kichkina yoki teng 70gacha bo'lgani uchun tog' son deydi. Hamma sonni emas, tog'. Tekshirib ko'ramiz. Agar shu kelayotgan i sonini ikkiga bo'lsak, qoldiq bir bo'lsa, bu nima degani? Bu foiz belgisi emas. Bu dasturlashda bilasizlar, qoldiqli bo'lish belgisi hisoblanadi. Ya'ni i sonini, kelayotgan i sonini ikkiga bo'lsam, qoldiq bir bo'lsa, bu degani bu son toq son degani. Ixtiyor toq son ikkiga bo'lib beriladi, qoldig'i bir chiqadi. Cout i endi va ifning tashqarisiga i plus plus qo'yib qo'yamiz, chunki bizdagi har bir sondan keyin ana shu songa bir qo'shib keyingi sonni hosil qilish uchun dasturimizni ishlatib ko'rsak, mana demak birdan to oxiri 67 69 bo'lib barcha tog' sonlar chiqdi. E'tibor bering, birorta juft son o'z ichida yo'q. Hop, keyingi misolni ko'ramiz. Mhm. Demak, birdan n'gacha bo'lgan sonlarni ekranga chiqaring. N'ni foydalanuvchini o'zi kiritsin. N sonini. Demak, nima qilamiz? I bilan N o'zgarishini e'lon qildim. Kerak emas. I teng bir qilib qo'yishim mumkin shu yerga boshlanish nuqtasini. Hop. Va Nni kiritishni so'raylik. Foydalanuvchi N sonini kiritsin. Demak, Cout N sonini kiriting. Sin N. Bo'ladi. Demak, I teng bir qilib qo'ydim. Birdan deb boshlansin. Nechigacha? Kiritgan n sonimizgacha. Demak, nima qilsin? Sonlarni ekranga chiqarib bersin. Cout i sonlarni chiqarib beradi. I'ni qiymati har doim bitta-bitta qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni har doim i plus plus bo'ladi emas, har doim unga qanaqadir qadam berib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa, demak, mana tasavvur qilinglar, i'ga qadam bermadik. Nima hosil bo'ladi? Buni ko'rsatib beraman hozir sizlarga. Demak, son kiritamiz. N sonini kiritdik. Misol uchun 23 son kiritdim. Ishlatib ko'radigan bo'lsak, mana birdan to 23gacha bo'lgan barcha sonlari, butun sonlarni ekranga chiqarib berdi. Ana endi i plus plus qo'ymadik. Mana o'chirib tashlasam, dasturimiz qanaqa ishlaydi? Dastur ishlatib ko'ramiz. Inson kiritdim, 23 kiritdim. Bo'ldi mana. Faqat bir chiqib ketaveradi. To'xtagani yo'q. Mana ekranga, o'ng tarafga kursorga e'tibor beringlar. Hali ham to'xtagani yo'q, chiqib yotibdi. Ya'ni bu narsa sikllanib qolish deyiladi. Ya'ni cheksiz siklga tushib qoladi. Shuning uchun bir i'ni bir deb berib qo'ydik bu joyda.
va i'ni qiymatini oshiradigan hech qanaqa qadamni yozmaganim uchun bir bo'lib qoladi. Har doim bir keladi, bir tekshiradi, bir 23 dan kichkinami? Bir 23 dan doim kichkina. Shuning uchun bu narsa to'xtamaydi hech qachon. Qachonki qora oynadan chiqib ketmagunizcha. Misol uchun mana darsimizga ham keltirilgan while sikl operatorining umumiy ko'rinishi while, undan keyin shart yoziladi va qavs ichida sikl tanasi figural qavs ichida. While sikl operatori sikl tanasi qanday operatorlar bo'lishi mumkin degan savolga, demak sikl tanasi ixtiyoriy operator yoki operatorlar majmuidan iborat bo'lishi mumkin. While sikl operatorning ishlash tartibi agar shart rost bo'lsa, ya'ni true qiymatga ega bo'lsa, sikl tanasi bajariladi. Qachonki shartimiz yolg'on bo'ladigan bo'lsa, ya'ni false bo'ladigan bo'lsa, bu sikl tugatiladi. Agar shart true qiymatga ega bo'lsa ham sikl tanasi biror marta ham bajarilmasligi mumkin. Bo'lishi mumkin, ya'ni endi men 20 dan boshla dedim. Mana 20 dan boshlasin va enga 15 kiritdim. Hech narsa chiqmaydi. Chunki i 20, n 15 tekshiradi. 20 15 dan kichkinami? Yo'q, 20 15 dan kichkina emas. Shuning uchun sikl tanasi biror marta ham bajarilgani yo'q. Hop, demak, sikl operatoridan qachon shart, demak, false qiymat qabul qilsa chiqariladi. Hokazo, demak, keltirilgan bu joyda ozgina programmalashtirish san'ati haqida ham, ya'ni professional programmistlar har qanday holatda ham sikl tanasini figural qavs, ya'ni blokka olib yozishni tavsiya qiladi. Bu esa sodir bo'lishi mumkin bo'lgan mantiqiy xatoliklarni oldini oladi deb yozib ketganmiz. Hop, while bo'yicha kimda qanaqa savol bor? Savollar bo'lsa berishinglar mumkin. Savollar yo'q bo'lsa, hurmatli talabalar, keyin darsda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat ustoz. Hop.